So'nggi yillarda yurtimizda nuroniylarga bo'lgan e'tibor mutlaqo yangi bosqichga ko'tarildi. Keksa avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning salomatligini asrash, ijtimoiy himoyasini mustahkamlash hamda munosib turmush sharoitlarini yaratish davlat siyosati darajasiga aylandi. Ayniqsa nuroniylarning jamiyat hayotidagi o'rni va nufuzini oshirish, ularni yoshlar tarbiyasiga faol jalb etish, hayot tajribasini qadrlashga qaratilgan ishlar amaliy natijasini bermoqda. Ana shunday g'amxo'rlik va e'tiborning yaqqol ifodasi sifatida Yunusobod tumani prokuraturasi tashabbusi bilan tumandagi bir guruh faol nuroniylar uchun tarixiy Samarqand shahriga 2 kunlik sayohat tashkil etildi. Tong saharda yo'lga chiqqan sayohatchilarni tarix va tamaddun maskani kutib oldi. Ilk manzil buyuk astronom va davlat arbobi nomi bilan bog'liq Mirzo Ulug'bek rasodxonasi bo'ldi. Bu yerda nuroniylar 15-asrda barpo etilgan ulkan ilmiy majmua, astronomik asbob-uskunalar va osmon jismlarini tadqiq qilishga xizmat qilgan markaz bilan yaqindan tanishdi. Rasodxona devorlari ortida yashiringan ilmiy kashfiyotlar, yulduzlar harakatini aniqlashda qo'llangan usullar tinglovchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Keyingi manzil Xo'ja Doniyor ziyoratgohi bo'ldi. Ushbu muqaddas maskanda nuroniylar yurt tinchligi, farzandlar kamoli va davlat ravnaqi uchun xolis duo qilishdi. Sayohatchilar yo'l olgan navbatdagi manzil islom dunyosining buyuk muhaddisi xotirasiga bag'ishlab barpo etilayotgan Imom al-Buxoriy majmuasi bo'ldi. Nuroniylar bu yerda olib borilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishdi. Har bitta insonga o'zbek millatiga nisbatan, O'zbekistonga nisbatan mehr uyg'otadigan ko'hna Samarqandni men juda ham sevaman. Mana hozir nuroniylar ham juda ham zavqlanib tomosha qilishyapti. Ko'zlarida quvonch. Al-Buxoriy majmuasida turibmiz, lekin ilgari kelganimizda bu albatta bunaqa ko'rinishda emas edi. Hozir ko'zlarim quvnab, ana devorlarni ko'rib hayratdan ko'zlarimdan yosh oqib ketdi. Qarang, shuncha sharoit. Ilgari bu mehmonxonalar yo'q edi. Nima uchun mehmonxonalar qurilyapti? Sababi ertaga bu yerlarga butun dunyo ahli keladi. Dunyo ahli chunki Samarqand bir ko'hna bir diyori ko'rishga keladi, zavqlanishga keladi. Bu albatta har bitta inson uchun, har bitta bir kelayotgan sayohatchi uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lgan joylardan biri. Albatta bu muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan, ularning sa'y-harakatlari bilan, ularning qattiq bir talabchanliklari bilan shu narsa amalga oshdi. Bu hammasi xalq uchun, xalqqa qadri uchun, xalqqa roziligi uchun. Kunning ikkinchi yarmi samimiy muloqotlarga boy bo'ldi. Kechki payt bir piyola choy ustida poytaxtlik va samarqandlik nuroniylar ishtirokida ma'naviy ma'rifiy suhbat uyushtirildi. Unda hayot tajribasi, yurtimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, keksalarga qaratilayotgan e'tibor masalalari muhokama qilindi. Sayohatning ikkinchi kuni Go'ri Amir maqbarasini ziyorat qilish bilan boshlandi. Bu yerda nuroniylar buyuk tarix saboqlari, vatanparvarlik va jasorat timsolini yodga oldi. Al-Buxoriy majmuasini ko'rdik. O'shadan turib bolalarimga rasm yuborsam, "Adis qayerga bordi? Hindistonga bordingizmi?" deydi. Samarqandni gullashi va bunga turizmni kuchayishini juda katta ruhi. Mana bu biz turist bo'lib keldik bu Samarqandga. Samarqandda bo'layotgan jarayonlarni ko'rib juda xursand bo'ldik. Olgan taassurotlarimizni mahallarimizga borganda o'sha yoshlarga bo'layotgan jarayonlarni gapirib beramiz. Bizning nabiralarimiz, bolalarimiz bu qilinayotgan ishlarni davomchisi bo'lish kerak. Ularga vatanni qanday yaratish kerak, qanday uni gullatish kerak to'g'risida mana bo'layotgan ishlarni gapirib beramiz. Bu ularning tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatsa kerak deb o'ylayman. Hurmatli prezidentimiz tomonidan nuroniylarga berayotgan e'tibor uchun katta rahmat. Shundan keyin sayohatchilar Samarqand timsoliga aylangan Registon maydonini tomosha qilishdi. Ulug'bek, Sherdor va Tillakor madrasalaridan iborat bu nodir arxitektura ansambli nuroniylarda beqiyos taassurot qoldirdi. Prezidentimizning nuroniylarga bo'lgan e'tiborlari, g'amxo'rliklari, ularga ko'rsatilayotgan ijtimoiy himoyaviy ishlar, hayotlari mazmunli o'tayotganliklaridan, ayniqsa jamiyatda, mamlakatimizni ijtimoiy masalalarda faol bo'layotganliklaridan o'zlari faxrlanyaptilar, g'ururlanyaptilar va prezidentimizga ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklari uchun minnatdorchiliklarni aytib duolar qilyaptilar. Yunusobod tumanining prokuraturasi tomonidan tashabbus ko'rsatilib, Yunusobod tumanining faol nuroniylari bilan birgalikda Samarqand shahriga sayohatga chiqdik. Samarqand shahrida bo'layotgan juda katta o'zgarishlarini ko'rib zavq, shafqat to'layaptilar. Bu sayohat bilan birgalikda avlodlarimiz kimlar bo'lganligini va bizning zurriyotlarimiz endi qanday yutuq insonlar bo'lish kerakligi, yangi O'zbekistonni yaratuvchilari bo'lish kerakligini va ular
vatanga sadoqatli, vatanparvar va yutuq bilimli, ilmli insonlar bo'lishlaridagi xizmatlarini yana bir bor rejalab oldilar. Mana bu sayohat har bir mana shu nuroniylarimizda juda katta ta'ssurot va kelgusi ishlarida astoydil mehnat qilishlariga va doimo mamlakatimizda olib borilayotgan barcha ijtimoiy masalalarda doimo kamarbasta bo'lishlariga asosiy omil bo'lib bo'ladi. Bir guruh nuroniy otaxon va onaxonlar Sharq durdonasi bo'lgan qadimiy va navqiron Samarqand shahriga ziyoratga keldik. Hammamiz juda mamnunmiz. Bizga ko'rsatilgan e'tibordan boshimiz osmonga yetdi. Oxirgi marta Samarqand shahriga men bundan 6 yil burun kelgandim. 6 yil ichida Samarqand yanada go'zallashib ketgan. Ko'rsangiz ko'zingiz quvnaydi. Gullar bilan bezalgan, juda chiroyli. Mana bugun ham muqaddas ziyoratgohlarni ziyorat qilib yuramiz. Kecha Imom Buxoriy majmuasiga bordik. U yerda olib borilayotgan ishlarni ko'rib hayratlandik. Bu bizning asrlar oshib bizning faxrimiz bo'lib qoladi hamisha. Shunday yurtda tug'ilganimizdan biz juda ham minnatdormiz, faxrlanamiz. Muqaddas ziyoratgohlarni ziyorat qilib yuramiz. Hamma mamnun. Nuroniylikka ko'rsatilayotgan e'tibor, izzat, hurmatdan juda mamnunmiz. Avvalo bu ishlarni boshida turgan muhtaram prezidentimiz tan joylari sog' bo'lsin. Sayohatning yakuniy manzili tarix va ma'naviyat uyg'unlashgan Shohizinda majmuasi bo'ldi. Bu yerda bir-biridan betakror maqbaralar, nafis koshinlar bilan bezatilgan devorlar, tarixiy naqshlar sayohatchilarni asrlar qa'riga yetakladi. Mana shu muqaddas majmuada sayohat o'zining mazmunli va unutilmas yakuniga yetdi. Bir guruh Yunusobod tumanidagi nuroniylar birgalikda Samarqand viloyatidagi tarixiy majmualarni ziyorat qilishga keldik. Samarqanddagi qator tarixiy majmualarni ziyorat qilib kelamiz. Bu taassurotlardan keyin biz albatta juda katta ma'naviy oziqa oldikki, Imom al-Buxoriy majmuasiga qurilishiga borib lol qoldik. Bunday katta majmua hali beri bo'lmagan edi. Nuroniylarga hurmat bilan bizga sharoit yaratib berayotgan prezidentimizni haqlariga juda katta duolar qilyapmiz. Bu kabi sayohatlar nuroniylar uchun nafaqat dam olish, balki ma'naviy tiklanish, tarixga bo'lgan hurmatni yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi bu tashabbuslar inson qadrini ulug'lash, keksa avlodga ehtirom ruhini yanada kuchaytirishga qaratilgan amaliy g'amxo'rlikning namunasidir.